va Mansurbek shogirdimiz bo'laversa Dirmajon shogirdlari mana shu yerda juda ko'p mehnatlar singan. Ayrim odamlar nima qilasan ijtimoiy tarmoqqa chiqarib, chunki biz kelgan paytdan to finalda qilganimizcha chiqarib borganmiz. Bundan keyingi hayotini ham yakunini chiqarib qo'yishimiz kerak. Endi o'lim har hammamizning boshimizda bor. Endi Alloh sabr bersin. Otabek akamizga ham, qizlariga ham, eng yomoni qiziga bo'ldi-da, kecha ham kommentariyada yozishdi. Men 5 yoshligimda onamdan ayrilganman. Otamni o'shanda ko'rganman, yig'lagan. Undan keyin onasi o'tdi, otasi o'tdi. Qandoshlar o'tganda ham onam o'tgan paytda yig'laganda qadar yig'lamagan deb gapirdi-da. Endi hozir qiz bolaga qiyin-da, bunday olib qo'yadigan bo'lsa. Erkak kishi-ku, masalan, sekin-sekin unutadi, lekin qiz bola baribir unutish qiyin. Endi har bir ota-ona mendan keyin qolsin deydi. Qizimiz ham yoshi yetib qoldi. Endi bu proyektga Dala chetdagi oilaga juda ko'pchilik yordam qilgan, juda ko'pchilik o'zining hissasini qo'shgan. Endi o'ydim chuqur joylardan bir tekis yo'lga olib chiqib, xursand bo'lib turdik. Endi Allohning aytgani bo'lar ekan, achindan ketdi. Sizlardan bir iltimos, duo qilinglar. Joylar jannatda bo'lsin. Shu Mansurbek akalarimizdan ko'ra ham Dirmajon hoji shogirdimiz bitta mehnatlar qattiq singan. Qattiq singan. Bu narsani tan olishimiz kerak. Uyga, boshqaga hamma yo'q. Dirmajon shogirdimiz bo'lgan bu yerda Abdumalik hoji bilan Osimxon bor edi. Osimxon ham bor edi. Osimxon ham qattiq ishlagan. Osimxon ham ishlagan. To'g'ri. Keyin qolaversa, mana kecha videoda hamma har xil tushundi. Pul masalasi bo'yicha, qo'y masalasi bo'yicha misol uchun juda kommentarlar har xil gaplar bo'lib ketdi. Imkoni boricha qilinadi bu. Bu qo'y so'yilsin degan narsa yo'q. Endi u ehsonni ham 10 ta odam chaqiradimi, 20 ta odam chaqiradimi, ves mahallani chaqiradimi, sharoitga qarab qiladi. To'g'ri. To'g'rimi Mansurbek? To'g'ri. O'shanga pashli 20 kun oldin shu Bog'dodlik Sopqon qo'rakamizni oldiga biz Mansurbeklar bilan borib, proyektlarga borib, Sopqon qo'rakamizga gaplashib o'tirib, formulalar borgandik. Bir Toshkentlik onaxon hoji onamiz menga ham telefon qilgan, ancha oldin telefon qilib, o'sha yonib ketgan oilaga ehson bor edi, Sopqon qorakaga berib yuborganman deb aytganda. Sopqon qoraka bilan uchrashishga bir vaqt bo'lmadi. Bu 20 kun oldin borib o'sha omonatni oldik. Endi yonib ketgan oilaning ishlari bitib ketdi, joyga tushdi. Erta hech kim olamdan ko'z yumgan yo'q. Endi hozir metdagi vaziyat tumani kecha ko'rdilaring. Qizlari o'zi qoldi. Unisiga mana bemor bor xonadonda baribir kamchilik bo'ladi. Bir oydan oshib, reanimatsiyada banisa. Kecha men dadasini gaplashsam, "Hay bir amallarimiz" deb gapirdi. Otabekda bir so'm pul yo'q, chunki uyingizda bir ayol bemor bo'lsa, siz ko'chaga chiqib ishlayolmaysiz, boshqa qilolmaysiz. O'shuning uchun o'sha $100 u tomon ishlar yaxshi bo'lib ketdi, chunki aka-ukalar hammasi bor edi. Uylar bitib ketdi. O'shanga o'sha $100 hojani ko'rib turgan bo'lsangiz, Sopqon qoraka bilan biz maslahatlashdik. Joyi bo'lsa bering deb Sopqon qorakamiz shunadilar. Mansurbek, to'g'rimi? To'g'ri, shunday. Joyi bo'lsa bering, ehson qilgan onaxon o'zi ko'rsalar, juda xursand bo'ladilar deb aytdilar. Endi ayrim sabablarga ko'ra u narsa vaqtida yetib kelmagan, ming bora uzrlarni ham aytib qo'ydilar. Bu narsada yollardagi Odilxon qorakani nomerlarini qo'yilgan ekan. Odilxon qorakani qo'llariga yetib kelgungacha shu Toshkentdan kimdir shu ukalaridanmi shunday qilib yetib kelgan. Lekin Sopqon qorakaga berilgan. Endi shularga ekanlar nasib. O'shanga shu oilaga beramiz. Kelinglar. Assalomu alaykum. Keling qizim. Alloh sabr bersin. Keling. Aka. Allohning irodasi aka. O'lim hammamiz boshimizda bor, duo qiling aka. Inshaalloh yotgan joylari yorug' bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Allohning irodasi. Alloh sabr bersin. Otabek aka. Bandalik. Nasıl harakat kılacağımı yaptılar.
hammamiz boshimizda bor. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Lekin mandachilikni Alloh sabr bersin. Bitasizmi? Keling qizim. Onaxon. Bu mani qizim edi. Alloh sabr bersin. Baxtli qiz bo'lsin, duo qilinglar. Alloh qizimiz baxtli bo'lsin. Qalash qizim. Alloh sabr bersin qizim endi. Qandingizmi tog'ingizni? Kim? Kichkina edi mayli. Ha? Hozir aytdingiz-ku. Kichkina edi. Ha? Nima ketadi edi? Diqqat. Ha? Ko'rsin. Endi hozir holatida osonman mayli. Qizim xudo xolasa. Hammamiz boshimizda bor. Diqqat bo'lmagin a. Ular jannat qilsin. Hozir videoda gapirib turgandim. O'sha dala chetdagi Otabek va Kumush o'sha qizlari mana. Umr oqar daryo deydi, vaqt o'tsin qaylar, kichkina qissa bo'lib, o'sha bug'doy zarlarda yugurib yurardi. Mana Shuni baxtiga yashash kerak edi. yosh yetim qoldi. Xo'p, obunachilar. Bo'lmasa o'sha pulni beramiz. Kamlariga ishlatishadi. Buni Toshkentli bir hojona Sofxon Qorakaga proyektga $100, keyin Anvarjonga $100, keyin Dilmajon hojiga $100 degan ekan, o'sha 20 kun oldin Sofxon Qorakaga bergan. O'shani qanday ishlatasizlar? Ilohim nima niyatda bergan bo'lsalar, ilohim niyatlarga yetkazsin. Haqiqatda bu shu yer o'zi joyi bo'ldi. Nima deymiz? Bu oilaga ham sabr tilaymiz. Bundan keyingi hayotlarda yaxshi kunlar davomiylik bo'lishiga tilak beramiz. Va jonam nima niyat qilgan bo'lsalar, ilohim niyatlarga yetsinlar. Oxiratlarga shu ehsonlari zaxira bo'lsin. O'tib ketgan Ozod opamiz ham Xudo rahmatga olib, joylari jannatdan bo'lsin. Endi har bir bandani boshida bor. Sizlar ham duo qilib qo'yinglar. Hammaga sabr bersin. Ehsonlarni Allohdan yo'q. Ha, Sherop. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنك ظلمتكم لا إلا تنتهوا فلنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم وذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي الأمر الذي فدعني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يؤمنون الرحمن كثير يدعون شفاعهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم بشرف آيات وجل حسن وجمال كل ما خذ من الخلق وغاشنا لي فرد ويبجل الجنة وعلى دارهم مستعرض العظام خذ بيراه قبل القرآن من والمتعين في المشكلة وإذا خاز الذي أصل وإذا باشر بسبب الرسول الله أكبر. Assalamualaikum. Sağlıcakla. Sağlıcakla.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالذي يراه Rabbani ayetlerden hasımdır ya sağlar kulları ve kızımızın kulları fi sebebiyle bağışladık. Allah rahmet şahiste cennet. Allahu ekber. Aka, selamun aleyküm. Tomlarligi payshanbalik degan narsalar sizlarda hali ham bormi? Payshanba dedi, Xudaysi bor. Malaka qilinadi, xolos shunga qayt. Hech bo'ladi yo'q. Naqadga kelishyapti. Qilyapti. Qilmagani qilyapti. Yine ko'p joylarda yo'q bo'lib ketdi-yu. Yo'q ketadi. Endi xoli qudratini Alloh yo'lida ehsonlik qilyapti. Lekin ataman nom qo'ymasdan, masalan 20-40 yil demasdan Alloh yo'lida ehson qilyapmiz. O'tganlar haqiga deb. Endi sharoitiga qarab, hamma sharoitiga qarab. Endi mana kecha qarzoli boshqalar qiladi, foydasi yo'q-da. foydasi yo'q. Faqat shu xoliqlar o'zining imkoni boricha Alloh yo'lida ota-onamga, edamga, akamga ehson qilishyapti. Demak, bu yerda sharoit bo'lmasa qo'y so'yishni ham sharti yo'q-da. Yo'q, qo'y so'yadigan joy yo'q. Hali mahallaga ehson qilish, oddiy misol 4 ta odamni ehson qilib chaqirsam bu ham ehson. Mahallani chaqirsam bu ham ehson hisoblanadi-da. Sharoitga qarab endi qilinaveradi-da. Bu majbur qilmaysan, endi yo'lda ehson qilasan. Otang yo'lda ehson qilib yurmaydi. Xo'jalik o'ziga holiga qarab qiladi. Lekin ataman nom qo'ymasdan Alloh yo'lida deb qiladi. Biz sentrlarda unaqa buyoqlarda bunlarni chalsin. Asosi azal 3 kun, 72 soat. Joyiga qo'yildimi, kecha qo'yildimi, 72 soat sanab azal tugaydi. Otaga ham, bolaga ham hamma qandoqlikqa ketadi. Faqat ayol er o'lsa ayollarga 43 idda. Endi to'lay nima saqlaydi, azza qiladi. Undan keyin ular turmush qursa ham o'sha qilsa bo'laveradi. Xotiniga ham 3 kun azza tutadi. 72 soat. 72 soatdan keyin tugaydi azza. Hamma o'z ishi bilan ketaveradi holiga. Tirikchilik qiladi. Ha endi Xudo sizga ham Alloh sabr bersin. Otabek aka sizga ham. Endi o'lim hammamiz boshimizda bor endi. Taqdirda bor. Shu narsa bo'lish kerak ekan. Endi ketishdan oldin qiynaldi. Endi oxiratda qiynalmasin. Dunyoda qiynalmasin. Bizlar shu bular tep qo'ymiz, o'rtamiz, birga o'qiganmiz. Bo'z o'tiramiz. Kechqurun ertamay xabar bordi. Bu shogirdlarim Mansurbek, Nurmatjon hoji, Abdulmalik hoji, Musaxon aka o'sha karantin boshlangan paytda bular shogirdlar mana shu yerda mehnat qilishgan Otabek akam bilan. Endi baribir o'tgan kun baribir esingizda. Albatta o'tgan kunlarda orqaga qaraydi-ku. Orqaga qaraydi. Ota bobamiz nima qilmasa shularga qarab. Shu paytda bu qizlar ham kichkina edi.
bog'cha borardi otabek aka. Bu amaki o'zgarmabdilar. Ha? Tog'am bilan ko'p ko'rishardi, o'zgarmabdilar. Mayda suv qo'yardi birla sheriga. Yozonni. Marta o'tirardim bilan. Loycha chiqardim. Sizlar qayerda? Yozon. Yazovandami? Eng ko'p loy Mansurda bo'lardi. Hı? Mansurda eng ko'p loy bo'lardi. Mehnatni eng ko'pini Dilmurodjon, Osimxonlar qilishgan. Haqiqiy mana shu yerda nima haligi spiskasi ham, boshqasi ham yo'ldan o'tkazishsa juda qiyin bo'lardi-ku postdan. Postdan qiylangan to'g'ri. Karantinda o'tkazmasdi. O'sha paytda mashinalarga ruxsat bo'lmagan-ku ular. ruxsat Rossiyada yog'ochida yozondan toshilganda endi ruxsat olib bir narsa qilib yo'llar bilan olib o'tilgan. 2020-yilda. Bunga mana 5 yil o'tdi. Hozir hamma yerdan keraklar, qanday yog'och yo'q. Hamma yog'och.